Hyundai Staria 2026-yil 25 ga 26 bo'lib chiqqan ekan. Texpasport 26 ekan. Bundan oldin ko'rsatgan oqimizni Qoraqalpog'iston Beruniga bir akamizga olib berdik. Nasib bo'lsa yaqinda O'zbekiston ko'chalarida ko'rasizlar o'sha mashinamizni. Bu salondan chiqib turgan holati maslosi bo'ladi. 7 kishilikdan so'rashganlar ham bo'lyapti. 9 kishilik so'rashardi odatda. Bu 7 mesta, 7 o'rindiqligidan eng fullidan bo'ladi. Fullaridan nimalar bo'ladi? Qaranglar. LED chiroqlari 3 ta bitta LED, pastida mana shunaqa yubka bo'ladi. Yubka ham bo'lib ham mana bu bronza rangda bo'ladi. Oldi abrisovka bronzovoy, abrisovka buyog'i ham bronzovoy, mono qosh LED bo'ladi oldi. Saka diskalari deyarli bir xil bo'ladi, eng fullarida. Keyin bakovoy ham bronzovoy bo'ladi. 360 kamera. Eshigining ruchkalari ham bronzovoy rangda bo'ladi mashinani. Mashinaning tonirovkasi bo'lmasa boshqacha turar ekan yoki men ko'nika olmayapman. Tonirovkasi bo'lmasa sal boshqacharoq turar ekan. Orqasini qarab qo'ying, mana katakchalari sanab tugata olmaysizda. Cadillac Escalator eslatib yuboradi, orqa tarafi qaranglar. Hyundai Staria. Xo'p, endi bu mashinamiz ichiga keladigan bo'lsak, qani bismillah, barchamizga niyat qilganlarga mana shunaqa mashinalar salonni o'zidan maslosidan olib binish nasib qilsin. Paketi bilan turibdi, pachkasi bilan. Qaranglar, qiz bolasida mashinani olasiz, minasiz, mana shu paketlarni o'zingiz bitta-bitta ochib yechaverasizda, rulini qarang. Ruldagi mana bu shtrixlari bilan birga turibdi. Yaqinda salondan chiqqan, shu bilan nimada skanerni chek etkizib urib qo'ygan. Probeyni qarang. Ko'p yurib qo'yibdi-da, 31 kilometr masofani bosib qo'yibdi. Hech 1 kilometr, 2 kilometr bo'lmaydimi? Mana shu yerda ham hali paketlari turibdi. Hali tegilmaganda mashinaga. O'ylayvering, tegilmagan. Panorama lyuklari bor, orqada ham, oldida ham panorama lyuklari bor. Hyundai Staria bari. Eshikni ochganingizda shu rangda yonadi. Polni eshiklari elektronli bo'ladi, korishnoy salon bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Brown City deb qo'yishadi bu karislar. Hamma yo'g'i maslo, salon holatda turibdi. Shunaqasidan olib bering Bahromjon deganlar bor edi, mana. Nakitkalarni bitta-bitta o'zingiz olaverasiz, shu holatda chiqarib beraman. Tonirovkani qildirib olasiz. Xohlasangiz Koreyaning o'zida original tonirovka qildirib chiqarib beraman. Ketdik, qani orqasiga. Sidinalarda massaj qiladigan funksiyalari bor. Bir-biriga qaraydi shunaqa. Abduf, abagrif, padagrif hamma funksiyalari bor. Qarang mana. O'rindig'ining o'zida ham ancha-muncha funksiyalari bo'ladi. Panorama lyuk, paket, maslo, pachka holatida turibdi mana. Orqasi 3 ta, 2 ta, oldida 2 ta. Umumiy 7 o'rindiqlik bo'ladi. Xo'p, endi bu mashinani o'rtacha umumiy narxiga kelib to'xtaladigan bo'lsak, Koreyaning o'zidagi narxi 42 ming dollarlarga to'g'ri keladi. Yo'l kirasi bir 3 ming dollar atrofida minadi. O'zbekistonda rastamoshkasi bor, bu rastamoshka bojxona to'lovi. Buni 1.6 gibrididan sotib olinadigan bo'lsa, o'rtacha 16 ming, 17 ming atrofida chiqishi mumkin rastamoshka bojxona to'lovi grobiyroq hisoblaganda Hyundai Staria. Shunaqasidan so'raganlar bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar, qo'ldan kelgancha chiroyli qilib yuklab yetkazib beramiz.